Biz hozir Sirdaryoga keldik. Ya'ni bu yerda O'zbekistonning turizmida yangilik bo'lgan aero turizm deydimi, aero sayohat deydimi? Ya'ni mana shu ko'rib turgan samolyotlarda emas, mana bu zamonaviylarda, kichkinalarida sayohatga uchiladi. Osmon falakka ko'tariladi. Birgalikda kuzatamiz. Vodiyga bo'lgan safarimiz o'z yakuniga yetdi. Ana endi Vohaga mana shu samolyotda uchamizmi? Haligi nima edi? Nimada ketamiz? Kabrioletda ketamizmi? Kabrioletni orzu ham qilmas. Sochlaringni turmaga buzilib ketadi deydi. Orqamdagi samolyot An-2, ya'ni Antonov samolyoti. Bu samolyotda ko'plar o'ylaydi, anaqa deb o'ylaydi. Nima edi? Dori sepgan yo'q, dori sepganda boshqa samolyotlar bo'lgan. Bu passajirlik samolyot bo'lgan. Ya'ni shu odamlarni, passajirlarni olib yuradigan samolyot bu O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin rosa ishlagan bu samolyotlar. Yurgan, uchgan, mehnat qilgan, xizmat qilgan. Qarang, hozir bu samolyotlar qabristoniga aylangan. Xudo xolasa, mana shu samolyotlardan bittasida uchmoqchimiz, no, ruxsat berishmayapti. Boshqa samolyotda uchamiz. Bu yerda hozir bir kamida bir 20 ta 30 ta samolyot bor va O'zbekistonda bunaqa samolyotlardan nechta yotibdi bor. Afsuski bular hozir hammasi metall lomga aylanib bo'lgan. Hozir biz tayyorgarlik ko'ryapmiz. Umrimda birinchi marta bunaqangi samolyotda uchishim. Amerikada uchganman, lekin bu modelda emas. Xudo xolasa, O'zbekistonda Sirdaryoda bunaqangi narsa borligini o'ylamaganman-da. Ochiq avia degan juda ham bir katta aerodrom ekan va bu yerda siz bemalol kelib tijoriy ucha olasiz ekan. Telefonlarni mana ekranda ko'rsatib ketamiz. Agar mabodo samolyotda uchgangiz kelib qolsa, marhamat. Bitta o'zingizni shunday aylantirib berishadi. 15 minutda 1 million, yarim soatda 2 million, 1 soatdan oshig'i 4 million. Ochig'imi Amerikada 10 min, 15 minut uchganimda 5-600 dollar to'laganman. Ancha narxi arzon va o'ylaymanki, pilotlarimiz juda ham zo'r shouni bizda osmonda qilib berishadi. Kuzatamiz. Uchyaptilar. O, ko'tarildi. Vochachi. Hozir shamol bo'lganda ozgina turbulentlik bo'ladi. Oydan qo'rqmaydi, normalda. Hozir turbulent bo'ladi. Ha, turbulent 300 metrda ham turbulent bo'ladi. Bo'ladi, 300 metrda ham bo'ladi. Потому что Kichkinada. Solib shamol bor bizda. Hozir Angar tepasidan o'tamiz, shamol qaraymiz, keyin posatkiga boramiz. Yaxshi, yaxshimi? Yo'qotdi. Yaxshi. Это что? Это амперметр. А вот это? Да. Это руль. Я им газ управляю. О, Да. это руль и тормоз. Это руль, ручка управления вправо-лево. Это по направлению на педалях. Здесь, да, тормоз. Abdurahmonga ham tushib keldilar. Mazza. Aka, emotsiya. Просто kayf bor. Ochig'i 15 minut, yarim soat, 1 soat uchsangiz bo'lar ekan. Sizlarni kuttirmadimmi, 15 minutda qaytdim. Faqat siz iltimos 1 soat ketib qolmang u yoqqa. Xudo xolasa, ana uchib ko'ramiz. Qani ana? Mazza. Polni, Bu Toshkent, samolyot Sirdaryo ko'rib shunchaki bor. Tiko ekan, Tiko. Xudo xolasa, Bu yerda uchib ketib, bu yerda qo'nar ekan bor. Hammaga maslahat beraman. Ibrohim uchyapti. Ochig'i kutmagandim bunaqangi O'zbekiston shunaqangi sharoitlar, shunaqangi chotki samolyotlar. O'ylaymanki, vaqt o'tgandan keyin hozir atelik bir marta shunaqa qilar ekan, biz qizdirib olar ekan, 200 bitta zavod bo'lar ekan. Qarab tur, qara. Hozir 3 gacha sana, ana. 1 ko'rdinglar? zo'r joyga. Shunda baliq tutsa, hatto o'ziga tozalab pishirib berishadi. Baliq bu yerda emas. Baliq mana yerda. Hozir daryoni bo'yiga tushsak, Yuramiz. bitta ko'rib olsak, keyin o'zi. Vau! Subhanalloh. Katta bor bunaqa joy yana. Sirdaryoda Ravon nima edi? Sirdaryoda Ravon Arena. To'g'ri kelaverasizlar. Azamat. Sharoit qalanglar. Mashtiqni baliq Ibrohim qalay.
Zo'rmi? Qani eng qizig'i bor, bu ani Qozog'iston chegarasi kontrolda turibdi. Mana shu shunday baliq tushiysan, qapchalar turibdi, tashiysan. Yaqinda borib, Dubay qilib bo'lishdi. Hamma O'zbekiston o'zida sayohat qiladi. Baliqni ham boshlab yubordik azizlar. Xudo xolasa, mana Sirdaryoni bo'yida hammamizga nasib qilsin shuna xotirjamlikda baliqlarni pishirib, mana bunaqa qilib qovurib, mana ochig'i. Men ozgina yengil shokdaman. Chunki oxirgi marta esimda yo'q, qachon baliq ovlab pishirganman mana. Mana shunaqa baliqlarni olasiz. Pishirib, mana kelib. Olib kela qoling. Assalomu alaykum, boyota deydi-yu. Alaykum. Anaga nasib qilsin. Erroke deydi. Mana baliq kelishi bilan mana ikkalasi tatalab tashadi. Mayli bizga sveji pishadi. Haqiqatan ham imkon topsanglar albatta oilaviy shunaqangi joylarga chiqib turing, imkon topsangiz. Unchalik ko'p pul ham ketmaydi. Narxi ham unchalik qimmat bo'lmasa kerak. Shunchaki kelasiz, qarmoq bilan mana shu yerda ovlab, ana bizga kelyapti mana. Ha, yoshligimdan, aka yoshligimdan baliqni kallasini yeyishni yaxshi ko'rardim ochig'i. Mana menga ayni shu kallasi bilan dum menga nasib qildi. Sizlarga ham yoqilmishda biz boshlaymiz. Bismillah. Qiyla davay. Hamma joyni ham yegamsizlar. Azlar biz Great Aydarko'l by Accor degan resortga keldik. Bu joyda sizlar hali kunduz kuni ko'rsanglar qoyil qolasizlar, chunki bu joy yangi ochilgan. Shunday Aydarko'lda bag'rida Arnasoyda joylashgan. Xudo xolasa videoni bombalarini sayohat qilish uchun lokatsiyani bomba Ibrohim gap bilan jinnisini ertaga tong otganda ko'rasizlar. Qisqasi biz mashinada ortiqcha narsalarni Toshkentga berib olyapmiz. Assalomu alaykum azizlar, barchalarga xayrli tong. Biz Aydarko'ldamiz. Qaranglar qanaqangi anaqa sharoitlarni qo'yishdi va albatta hattoki shu yerda ham turist polis bor, ya'ni bular ingliz tilini biladi. Qisqasi bemalol suhbatlashadi. Shu bilan birga bular ichki ishlar strukturadasiz sizlar. Xizmatchi rahmat deb qolamiz. Demak, agar sizlar ham bir mazza qilib Misrda yoki Dubayda his qilaman desalar, u yoqqa borish shart emas. Arzonginaga Aydarko'lga kelsanglar, Arnasoyga bemalol ana tomonlardan videoga olib kelgan bo'lsangiz kerak. Mazza qilib aylanib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda bir nechta bilmadim kapsulalar bor, maxsus kapsulalar. O'sha kapsulalarda bemalol oilaviy qolib, har bitta kapsulada taxminan bir 4 kishigacha bemalol qolsa bo'ladi. Zavtraklari bor, hamma sharoitlari bor. Bemalol kelib futbol o'ynaysiz, karting uchasiz. Yana mazza bordi kartingdan tashqari kvadrotsikllar uchasiz, oilaviy dam olib, bolajonlaringiz maktabda mazza qilib o'ynab yurishiga nima etsin. Xudo xolasa mana shu yerda taxminan may oylaridan boshlab уже cho'milishlar ham boshlanadi, lekin ba'zi birlar уже kelyapti cho'milgani. Xudo xolasa hammalar taklif qilamiz Arnasoyga, Aydarko'lga. Baliq ushlash yo'q hozircha. 15-aprelda to'xtatiladi. Ha, 15-aprelda to'xtatiladi. To'xtatish vaqtincha. Ha, chunki haligi baliqni anaqa ko'payish sezoni. Undan keyin baliq ushlasanglar ham bo'ladi даже. Hammalar taklif qilamiz. Ko'prog'ini hozir bugun video davomida tomosha qilamiz. Bugun tarixiy kun, Ibrohim o'z vaqtida chiqdi va Dilshodjon niyati. Kapsulalarni ko'rsatdim, qanaqa chiroyligini. Bunaqa kapsuladan bitta olib qo'yish kerak aka. Olib borib dachaga qurib, ovora bo'lib shart emasda, faqat narxi qanchaligini bilmaymiz. Narxini bilsa biz ham rejissor montajini ting etib chiqarib qo'yadi chetdan. 15 minggacha. Yo'q, 15 ming turadi shu kapsula. Tayyor shu holatdami yo'q? Shu holatda-da, ichida hamma narsasi bilan. Buni anaqa gaplashadiganlar ham bor ekan, Alisaxon ichida. Qisqasi bugun 30 mingga turadi bu kapsula.
bugun nari tomonlarga borib, kemalarga chiqib 15-aprelgacha baliq ovlasa bo'lar ekan. 15-apreldan keyin baliq ovlash mumkin emas ekan. Xudo xolisa borib baliq ovlab ko'ramiz. Kelishdingmi? Tez chiqaylik-a. Nima deb choldi deyman? Kartingda tashasiz ham Bo'ldi, aka, siz bilan tashlaman. damini beraman chol. Chol dedi. O'zi gaplari ham Ukam. aytmayapti. Kartingda ham, boshqa narsada ham damini olasan, ukam. Bor. Mashina haydashda ham, drift qilishda ham hammasida. Ya, biz karilamaymiz ham. Biz prosta ko'rsatamiz, bo'ldi. Kuzatinglar, hozir kartingga chiqamiz. Bular mashina haydashni biladimi? Men o'zim shaxsan o'zimning nomimdan yutuq $1000 qo'yaman. Va o'sha $1000 yutgan odam podpishchilarga kommentariyadan tanlab beraman. Uni hech kim motivatsiya yo'q, yo'qdi. Nimaga? Masalan, $500 ni o'ziga olib qolib, $500 ni podpishchilarga bersa, unda motivatsiya bo'ladi. Aka, mana shu bir gap aytaymi? Menga motivatsiya bo'lyapti menga. Aytaymi nimaga? Mana shu $1000 asl sizga qoladi. Chunki bu $1000 siz ehson qilasiz. Ha, okey. Ha. Ehson majburiy bo'lmaydi hech qachon. Bo'pti. Majburiy ixtiyoriy qilasiz. Bo'ldi, xullas, o'sha $1000 ham yo'q edi, o'zi to'g'rimi? Ya, короче, gazib bosamiz, inshaalloh. Birinchi o'rinni olgan odam endi o'zini himmatiga qarab, xolasi 1000 ni beraveradi, xolasi 500 ni beradi. Bitta gap. Birinchi kundan boshlab talashyapti. Xudo xolasa men hozir $1000 yutib qo'ydim. Bir tomondan qo'yilyapti. Qimor deb o'ylamanglar. Bitta meni o'zim qo'yapman buni. Meni yutib olsalaring beraman dedim. Lekin bu $1000 ni podpishchilarga beramiz aslida inshaalloh. Ibrohim, Dilshod, ikkovinglardan bittanglar meni kartingda yutib olsanglar, men shu $1000 ni beraman. Davay. Bo'ldi, aka, qarang. Agar men yutib olsam, mana shu $1000 podpishlarimga beraveraman. Ukam yutib olgandan keyin nima qilsang qilasan? Podдержка qilib turinglar. Agar men yutib olsam, 100% hammasilarniki bo'ladi. Azar biz Aydarko'l resortda kartingidamiz. Endi qaysi biri yutadi bilmadim. Agar ikkalasi ham yuta olmasa, bu $1000 dan nima qilishi videoning oxirida o'zim aytaman. Gap bo'lishi mumkin emas Ibrohim. Mana shu otingga yarasha yutding mana senga ukajon. Menga doполнительный ot kuchi qo'shildi. Ya, aka, buchi men birinchi ketayotgandim. Aylantirib ketdi-da, meni. Aylantirib ketadim. Birinchi krugda ikkovinglarni ham men o'zim yutgandim ukajonim. Endi hozir 3ta kruvda oxirida rishayishi hal. Nima qilamiz endi buni? Aka, qarang, hamma ish qilaman. $1000 bor, 2 ga bo'lamiz-da. $500 like bosganligi bo'ladi. Hozirdan mana shu videoga like bosib qo'ying, $500 sizniki bo'ladi. $500 ni kommentariyada aka mayli. Hamma podpislik beraman. Sizniki ham, bularniki ham bir raqamni qancha ko'p qoldirsanglar, mana shu $500 sizlarniki bo'ladi. Bitta g'olibni like-dan, bitta g'olib desa kommentariyadan aniqlaymiz. 12-aprel kuni kechqurun live onlayn bo'ladi, xudo xolasa. Akalar, pul sizlarniki. Biz mana shu Aydarko'l resort lyuks xonasiga kirdik. Endi ham joylar maza qilib, ota-ona kelsa choy ichib, maza qilib o'tirishib, ko'k choylarni davom etamiz. Bu tomonda esa endi king bedroom deydimi? Bu tomon qarang. Maza qilib, mana ikki ham ko'k choyni qo'yib, Aydarko'lning havosidan maza qilib, bu joylar o'zi 1 yil oldin yo'q edi. 1 yilda ichida mana joylarda barpo etishdi. Odamning qo'li gulda, insonning qo'li gul. Lyuks xonasidamiz. Lyuks xonasining narxini birozdan keyin aytib beraman. O'sha gap 1 yil oldin Aydarko'l resort mana bunaqa ahvol bo'lgan. Mana
Mana shunaqa ahvol bo'lgan. Shu Aydarko'l. Hozirga kelib, уже Aydarko'l obod bo'lib, chiroyli bo'lib, mana bunaqa gap olib ketishdi. Hozir bor resepsiyondan narxlarini so'raymiz. Bizga aytishganki, 2 kishiga 1.400.000 so'm. Va buning ichida juda ham ko'p narsa kiradi. Ovqatlanishlar kiradi. Mana bu tomonda sanator lechebnitsalar bor. Aydarko'l rezortga keladigan bo'lsanglar, Dubay, Parij qilish shart emas. Yoki haligi Misr, Antaliya. O'zimizni tinch yurtimizdan ko'z tegmasin. Sanatoriyani ko'rsating tomonda. Hozir bitta so'rab beramiz. Lyuks xonamiz narxi qancha? Mayli, o'sha to'rlarga 700 mingmi qanchadir farq qilar ekan. 700 emas, 500 ming farq qilar ekan bor. Tak что bemalol Aydarko'l rezorti. Shunchaki Aydarko'l rezort deb yozsanglar, Instagramlar chiqib keladi. Qayerdadir yozuv ham bor, yo'qotib qo'ydim. Mana. Bemalol, ana fitishkasi yo'q qo'yadi. Biz kartinglar uchun, kvadrotsiklar uchun hozir endi u yoqqa katerda uchgani birgalikda boramiz. Aydarko'l aslida bu yerda ko'l bo'lmagan. O'sha sovet davrlarida bu yerda aholi yashagan. Odamlarning uyi bo'lgan, stalbalar bo'lgan va bu sun'iy qilib mana shunaqangi Aydarko'l qilingan. To'g'rimi aka? To'g'ri. O'tirib bo'lmaydi. Mana amaliyatsiya qilinadi. Bu video noodatiy video bo'ladi. O'tkazib yubormang. Sizlar hayotda eshitmagan gaplarni hozir gapiraman. Mana shu orol ko'rsatib oroldi. Aydarko'lning o'rtasidagi orol bo'lib, bu orolda to'g'ridagi sigirlarni ko'rsat. Bular yovvoyi sigir hisoblanar ekan, odamga tutqich umuman bermas ekan. Buni egasi kimdir kelib tashab ketar ekan. 2 yil o'tgandan keyin kelib olib ketar ekan va buni ushlamas ekan, yoki otar ekan. Yoki qanaqadir boshqa yo'li bilan ushlab, mana shu yerda o'zida so'yib, go'shtini olib ketar ekan. Chunki buni kemaga yo bir narsaga ortib bo'lmaydi. Bu yerda o'zlari yeb, o'zlari ichib, o'zlari hamma narsa qilib, ko'payishib yurar ekan. Jinnicha videomiz yoqqan bo'lsa, yo'rachani qizartirib qo'ying. Mana sigirjonlar. Hey! Qarang, yashirib hali tashqariga chiqib turdi. Tushmaydi, tushsiz. Yo'q, hozir Bitta zo'r idea keldi-da. Mana shu yerda qanaqadir shou olsa bo'ladi. Ya'ni mana shu yerga olib tashlaysalar, yo'q, sho'rda. muayyan bir ovqat narsalar bilan bir oy yashayman shu yerda. 1 oy. Demak, bu suv yaxlamaydi. Agar chirib bir bola ekstrem bo'lsa, pushka otaman, u yoqdan keladi odam. Bo'lmasa 1 oy mana shu yerda yashayman. Lekin qiyin yashash, yeyishga narsa yo'qdir. Yo'q, olib kelib olaman-da bu narsalarni. Mevali daraxtlar. Solnishli batareykalar bilan kelib yotaman-da, 1 oy mashinadan chiqmasdan yuraman. Qalay. Ketdik, maza qildik. Bitta zo'r beradigan maslahatim. Nima qilasizlar? Palon pul ishlatib Dubay, Antaliya qilib mana o'zbek taomlari. 5 mahal ovqat, kvadrotsikllar, kartinglar, даже kunduz kuni xohlasangiz mana u orol borib, o'sha orolga borib piknik qilishingizga ham sharoitlarni yaratib berishar ekan. Katerlar, hamma narsa bor. Hammasi Aydarko'lda. Dengiz suvi deysizmi? Mana marhamat. Mana shu ham dengiz suvi insonga foydali, tuzli suv. Tak что bemalol kelasiz. Mana shu akamiz o'zlari o'sha Aydarko'ldagi ostrovga olib borib qo'yishadi. Eson-omon. Xizmatdamiz. Aydarko'lga bo'lgan safarimiz bugun mana yakun topyapti va hozir endi Jizzaxga yo'l olamiz azizlar. Aydarko'l rezort haqiqatdan ham haqiqiy haligi Misrni, Antaliyani atmosferasini beradi, lekin bu gapni bera olmaydi. Misr, Antaliya ham gapni bera olmaydi. Mana go'zalliklar, toza havolar, shunaqangi yashilliklar yo'q. Bu yerda Aydarko'lda o'tirganingizdan keyin haligi lotkachalar sizlarni hattoki anaqalar ostrovlarga ham olib borib qo'yar ekan. Keling, oilangiz bilan mazza qilib dam oling. Shunchaki rekomendatsiya qilamiz. Hattoki ota-onangizni olib kelib qo'ysangiz, bu yerda juda ham katta sanatoriya, korpuslari ham bor ekan. Aydarko'l rezort esdan chiqmasin.